Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan kosinuslar va sinuslar teoremasi haqida gaplashamiz. Bu teorema nimaga kerakligi va undan qanday foydalanishni bilib olamiz. Misol uchun bizga ixtiyoriy uchburchak berildi va shu uchburchakning ikkita yon tomoni va ular orasidagi burchak berilib, uchinchi tomoni so'ralsa, biz kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. Demak, bu teorema nimadan iborat? So'ralgan uchinchi tomonning kvadratini yozib olamiz. Teng deb ikkita tomonning kvadratini qo'shib minus ikkilangan va ikkita tomonni ko'paytirib orasidagi burchakni ham ko'paytirish kifoya hisoblanadi. Va sinuslar teoremasi. Sinuslar teoremasida bizda uchburchakning ichki burchaklari berilgan bo'ladi va tomonlari ham berilgan bo'ladi va biz mana shu formuladan foydalanib olamiz. Bu formulamiz 2 ga teng, 2 esa ixtiyoriy uchburchakka tashqi chizilgan aylanaga teng. Ya'ni ikkita formula bir-biriga teng hisoblanadi. Ushbu mavzumizga doir misollarni yechishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, birinchi misolimiz. Bizga ixtiyoriy uchburchak berilgan, uchburchakning ikkita tomoni va ular orasidagi burchak berilib, uchinchi tomon so'ralgan. Bu misolimiz kosinuslar teoremasiga tushadi. Kosinuslar teoremasi quyidagi formuladan iborat edi. Demak, misolimizni boshlaymiz. Bizda x kvadrat so'ralgan, shuning uchun a kvadratning o'rniga x kvadrat qo'yamiz. B kvadratning o'rniga 1 ning kvadrati, c kvadratning o'rniga ildizosti 3 ning kvadrati ikkilangan formulada bor minusi bilan va ikkita tomonni ko'paytirib kosinus alfamiz 30 gradusga teng. Kosinus 30 gradusda ildizosti 3 taqsim 2 ga teng. Endi buni hisoblab olsak, 1 ning kvadrati 1, ildizosti 3 ning kvadrati 3. Ildizosti 3 ga ko'paytirsak 3 chiqadi. O'rtadagi minus 2 bilan 2 qisqarsa shu javob qoladi va x kvadratimiz, buni hisoblasak 1, ximiz 1 ga teng bo'lib qoldi. Ya'ni bu yerda uchinchi tomonimiz 1 ga teng. Ikkinchi misolimiz, bizga ixtiyoriy uchburchak berilgan, uchburchakning uchala tomoni ham berilgan va bitta burchagi so'ralgan. Biz bu misolda ham kosinuslar teoremasidan foydalanamiz. A kvadratning o'rniga 5 ni qo'yamiz, chunki 5 ga teng tomonning qarshisidagi burchak so'ralgan. A kvadratning o'rniga 5 ning kvadrati, b kvadrat va c kvadratning o'rniga 3 ning kvadrati, 6 ning kvadrati, formuladagi 2 ko'paytirgan 3 va 6 tomonlar kosinus alfamiz so'ralgan, shuning uchun kosinus alfaning o'zi turadi. Endi buni hisoblab olsak, 25 teng 9 plus 6 ning kvadrati 36 minus 36 kosinus alfaning o'zi. Endi bu yerda hisoblab olsak, minus 20, ya'ni bu yoqqa o'tadi tengsizlikning chap tarafiga va minus 36 kosinus alfamizning o'zi qoldi. Endi kosinus alfamizni yozib olamiz va 36 ni bu tarafga bo'luv qilib o'tkazamiz. Bu 25 edi. Minus 25 taqsim minus 36. Kosinus alfamiz teng bo'ladi. Minuslar qisqaradi va bularni qisqartirsak 5 va 9, javobimiz 5 taqsim 9 ga teng. Keyingi misolimiz. Bu misolimizda bizga uchburchakning ikkita burchagi va bitta tomoni berilib, ikkinchi tomoni so'ralgan. Bu misolimiz sinuslar teoremasiga tushadi. Ya'ni biz sinuslar teoremasi quyidagi formuladan iborat edi va biz faqat mana shu ikkitasidan foydalanamiz. A ning o'rniga x ni qo'yamiz. Sinus betaning o'rniga qarshisidagi burchak, ya'ni sinus 45 gradusni qo'yamiz. Teng deb yozib olamiz. B ning o'rniga 7 ni va sinus gammaning o'rniga 7 ning qarshisidagi burchak sinus 30 gradusni qo'yamiz va biz x ni topishimiz kerak. Shuning uchun x ni yozib olamiz va 7 ni ildizosti 7 ni sinus 45 ga ko'paytiramiz va sinus 30 ga bo'lib olamiz. Ximiz teng bo'ladi 7 ko'paytirilgan sinus 45 gradusda ildizosti 2 taqsim 2 ga teng
Sinus 30 gradusda 1 taqsim 2 ga teng. Endi biz buni hisoblab olsak, 2 bilan 2 qisqaradi va 7 ildiz osti 2 degan javob chiqadi. Ya'ni uchburchakning 45 gradusli burchakka qarshisidagi tomoni, ya'ni ximiz 7 ildiz osti 5 ga teng. 7 ildiz osti 2 ga teng.